Salom, meni hurmatli podpischiklarim. Podpischiklarim deyishga ham uyalaman. To'g'risi, 40 dona o'zi podpiskam bor ekan. Mayli, yo'qdan ko'ra har holda bor-ku deb sizlar uchun ozmi ko'pmi videolar yaratib qo'yyapman. Be'tibor qoldirmasdan like bosayotganlarga ham rahmat. Lekin meni kuzatib, tashqaridan menga like bosmay, podpiska bo'lmay chiqib ketayotganlardan xafaman. Turmush o'rtog'im eng negativlarni zo'ri. Menga o'zi podpischiklarim negativ yozmaydi, lekin turmush o'rtog'imdan negativlar olaman shu kungacha. O'zi 40 dona podpischingiz bo'lsa, shularga shuncha harakatmi deydilar. Nima qildi 40 dona bo'lsa ham, zato ular meni qo'llab-quvvatlayapti-ku dedim. Siz qo'llab-quvvatlamaningizga yarasha deb qo'shib ham qo'ydim. Bu olayotgan videolarimni TikTok, YouTube, Instagramga joylab boryapman hozirda. Podpischiklarimga o'zimni obdon tanishtiradigan bo'lsam, men hozir dekretdagi onaman. 6 oylik chaqalog'im bor. 6 oylik chaqalog'im bo'la turib sizlarga shunday videolarni, ajoyib videolarni yaratyapman. Shunda ham sizlar meni qo'llab-quvvatlamaysizlarmi? Videoni ko'rib chiqib ketmasdan like bosib qo'yaveringlar. Sizlardan nima ketdi? Bo'lmasa shu videoni o'zing yoqtirgan, matida blogerlaringga jo'natib qo'ysalar bo'laveradi. Har holda ahvatim ko'tarilib ketarmidi? Sizlarga mana qo'ldan kelgancha videolar yasashga harakat qilyapman. Umrimda pishirib ko'rmagan narsalarni pishiryapman. Sotib olib yorishga yo'ribmiz, lekin hech pishirib ko'rmabmiz. Mana endi uyda qolib shu pishiriqlarni pishirishga harakat qilib ko'ryapman. Ba'zi bir life hacklardan foydalanyapman. Qancha harakat qilsam ham podpischiklarim ko'paymayapti. O'zimizda shunday gap bor, sabrning tagi sariq oltin deyishadi. Mayli, tez orada ko'payishib ham qolarmiz. Xo'jayinim negativ gaplari juda jonimga tegdi. Bir xo'jayinimni yoltirib qo'ymoqchiman. Shu prosmotrim mingtadan oshib ketsa, yo layklarim mingtadan oshib ketsa, mana deb dastida ko'rsatmoqchiman. Yer kanalizda obunachilaringiz soni mingtadan oshsa, o'zim sizga maxsus ovqat tayyorlab beraman deyishdi. Meni yosh bolasi bor onalar juda yaxshi tushunsa kerak. Endi odam uyda qolgandan keyin qozon tovoq, uy yumushlari bilan mashg'ul bo'lib qolar ekanda. Dekretda qolib uyda o'tirib qolasan ekan, biron bir ish qila olmaysan, bolang bilan u yoq bu yoqqa chiqa olmaysan, ayniqsa qish kunlari sovuqda. Shunaqa qilib Instagramni hobbimga aylantirib oldim. Meni kim kuzatadi, kim kuzatmaydi, lekin men ular uchun video yasashda davom etaman. Men ishlarimni ko'rib, tayyorlagan narsalarimni ko'rib, praktikani yanada oshiryapman. O'zim yaypanlik kelaman, lekin bu videolarimni yaypanliklar ko'radimi, ko'rmaydimi bilmadim, lekin menga podpiska bo'lishmaydi. Lekin men yaypandagi bor hamma gruppalarga podpiskaman menimcha. Yo Instagramda kuzatib turaman. Hali bironta prosmotr ko'p blogerlar meni отметка qilib qo'ysa ham bo'laradi, storiesiga qo'ysa ham bo'laradi. Mayli endi bir safarga tekinga qo'yib bersin, nima qildi? Men ham o'ylab qoldim, yaqinda xudo xolasa gift konkurs o'tkazdirib yuboraymi ekan, shunaqa qilsam podpischigim ko'payarmikan deb o'ylab qolyapman. Shunday videolarimni ko'pchilik ko'radi, o'zimga motivatsiya bo'ladi. Har holda videolarim bekordan-bekorga yasamayotganligimga ishonchim komil bo'ladi. Ba'zi pishiriqlarim o'xshab-o'xshamaganligi uchun sizlarga hamma pishiriqlarimni ham qo'ya olmayapman videolarini. Menga yaxshi food blogerlar bo'lsa, yo bo'lmasa pishiriq o'rgatadiganlar bo'lsa, отметка qilib ketinglar, men o'shalardan ko'rib tayyorlashni o'rganib olay. Narxi juda baland bo'lmasin, bilasizlar, dekretdagi ona ishlamaydi. Bolajonimga bolalar puli olamiz desam, buning uchun ham xo'jayinim bandlik qilish kerak ekan, bandlikka berish kerak ekan. Xullas, yagona darajaga to'lov qilish kerak ekan. Xullas, eshigidan tuxum qimmat ekan. Shuning uchun topshirganim yo'q. Ulbul narsa olish uchun bozorga tusholmayman hatto. Lekin shunday bo'lsa ham yaxshi uzun market ochilib qolgan ekan. Har holda uncha narsalar uyga dastavka qilishni ilojisi bor. Shunday qilib podpischiklarim meni kuzatishda davom etinglar. Bundan qiziqlar oldinda deydi-ku. Lekin men sizlarga qo'ldan kelgancha hamma narsani yaxshi, chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Endi mobilograf emasman, men to'g'ri tushunasizlar. Umrimda birinchi marta video olishim, shunday o'xshatib beryapman sizlarga. Ular bilan samimiy, sodda, sevimli kelin bo'ldi. Obuna bo'lishni unutmang. Biz birgalikda Instagram sahifamiz